Assalomu alaykum qadrli hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamizni Romitan tumani Bug'oncha mahallasiga o'rnatib berdik. Darvozamiz eniga 4.25, balandligi 3.25, atrofiga 25 cm dan tumma, tepasiga 3 cm qo'shib joylashtirib berdik. Darvozamiz 12lik shivler, 6x4 profil qalin, 1.8 plyusovой listada bo'ldi. Dayvo klassika, dayvo gruntovka. Darvozamiz ideal holatda chiqdi. Biraz baho berasizlar. Zamoqlar zubur, katta 5 talik zubur zamoqlar. Ochilib yopilishi yengilgina. Har taraflama qulay. Kimga shunaqa arzon, mustahkam, sifatli darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Amen. Seni de sağol besan. Kas koraz baraka besan. Qo'ylar dard bermasin. Hava kuch quvvat bersin. Ana davrada joylarga ishlasin. Marakalarga ishlasin. Allah sog' salomat bo'lsin. Alloh akbar. Sog' bo'ling, tomosha yaxshi kunlar o'tib. Charchamangiz, ziyomat.